albatta o'sha hazil videolarimizni aytyapmiz. Bu hammasi reklama uchun, kayfiyat bag'ishlash uchun kerak bo'lsa, xohlasangiz shunaqa deyishingiz mumkin. O'shaning uchun edi aslida qoshlarim oxirgi yillarda faqat yulduzga ishonyapman. Qo'llariga sog'lik yulduzlar, ishlariga rivoj, baraka tilayman. Yaxshi ko'raman. Munosabatini ham, muomalasini ham va ishini ham. Mana bugun ham ko'rib turibsiz. To'g'ri, hozirgina chiqdik tandirdan, ya'ni qosh tandirdan hozir chiqdik. Buni yana rezultati bundan ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Hammasini, hattoki men istagan narsa nima deydi, unchalik formaga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa aytadi, Feruza opa, yo'q, bu narsa emas, keling shunaqa qilmang, sizga yarashmaydi yoki bo'lmasa sizga emas bu narsa, bu umuman qilinmaydi deb hamma narsani, kraskasi qanaqa ekanligi, ninasi qanaqa ekanligi qo'yingki, hammasini. Shunday ekan, yuzimni, qoshimni oxirgi yillarda faqat yulduzga ishonyapman va bu ishonchni oqlayotganidan xursandman. Yulduzga rahmat.